Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan 2026 yilda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani batafsil tushuntirib beraman. Qaysi xizmatlar uchun to'lovdan ozod bo'lish mumkin? Bu imtiyoz kimlarga tegishli? Kimlar adashmasligi kerak va eng muhimi, pulingizni bekorga sarflamaslik uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensioneri bor har bir oilaga, ota-onasiga, buvisi yoki bobosiga yordam berayotgan har bir farzandga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik imtiyoz borligini bilmaydi. Bilganlari esa qayerga murojaat qilishni tushunmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men buni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'p pensionerlar ayrim davlat, kommunal, ijtimoiy yoki ma'muriy xizmatlar bo'yicha imtiyozga ega bo'lsa ham amalda bu imtiyozdan foydalana olmas edi. Sababi bitta, ma'lumot tarqoq edi. Kimdir mahalla orqali eshitgan, kimdir pensiya jamg'armasiga borganda bilgan, kimdir esa umuman bilmagan. Natijada pensioner bir xizmat uchun to'lov qilgan, keyinroq esa aslida undan ozod bo'lishi mumkinligini eshitgan. Masalan, ayrim ma'lumotnomalar, ayrim ijtimoiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari, davlat organlariga murojaat qilishda olinadigan ayrim yig'imlar yoki kommunal yordamlar bo'yicha pensionerlar noto'g'ri tushuncha sabab pul to'lab qo'ygan holatlar ko'p uchraydi. 2026 yildagi asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensionerlar uchun imtiyozlarni aniqroq hujjat asosida va elektron tizimlar orqali tekshirish tartibi kuchaymoqda. Ya'ni endi men pensionerman, shuning uchun hammasi bepul degan umumiy yondashuv to'g'ri emas. Shu bilan birga pensioner bo'lsam ham baribir hammasiga pul to'lashim kerak degan qo'rquv ham noto'g'ri. Men sizga eng muhim prinsipni aytaman. Imtiyoz har doim aniq xizmatga, aniq toifaga va aniq hujjatga bog'liq bo'ladi. Agar pensionerning maqomi, yoshi, nogironligi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz yashashi, kam ta'minlanganlik holati yoki ijtimoiy reyestrdagi ma'lumoti tasdiqlangan bo'lsa, u ayrim to'lovlardan ozod qilinishi yoki chegirma olishi mumkin. Birinchi navbatda pensionerlar 2026 yilda davlat xizmatlaridan foydalanayotganda o'z maqomini albatta ko'rsatishi kerak. Bugun ko'p ma'lumot elektron bazalarda bor, lekin bazada bor ekan deb jim turish ham har doim foyda bermaydi. Men doim shuni maslahat beraman. Davlat xizmatlari markaziga, mahallaga, tibbiyot muassasasiga yoki kommunal tashkilotga borganingizda, men pensionerman, ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod qilish yoki chegirma bormi deb aniq so'rang. Bu savolni berish uyat emas, aksincha, bu o'z huquqingizni bilishdir. Masalan, 68 yoshli onaxon pasport ma'lumotlari bilan bog'liq ma'lumotnoma olmoqchi bo'ldi deylik. Operator unga umumiy tartibda to'lov chiqardi. Agar onaxon pensionerlar uchun imtiyoz bormi deb so'ramasa, u to'lovni amalga oshirishi mumkin. Lekin ayrim xizmatlarda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun to'lov kamaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Demak, har bir xizmatda avval imtiyoz bor yo'qligini tekshirtirish kerak. Ikkinchi masala kommunal xizmatlar. Ko'pchilik pensionerlar gaz, elektr, suv uchun umuman pul to'lamaydi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli xato. Odatda kommunal xizmatlar bo'yicha to'liq ozod qilish emas, balki ma'lum toifa uchun kompensatsiya, subsidiya, ijtimoiy norma yoki mahalliy yordam bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner, kam ta'minlangan oiladagi pensioner yoki nogironligi bo'lgan pensioner alohida ijtimoiy yordamga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin oddiy pensiya oluvchi har bir fuqaro avtomatik ravishda barcha kommunal to'lovlardan ozod bo'ladi deyish noto'g'ri. Shuning uchun kommunal xizmatlarda eng muhim narsa qarzdorlikni yig'ib qo'ymaslik, hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqtida topshirish, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali subsidiya yoki kompensatsiya bor yo'qligini aniqlash. Uchinchi masala tibbiy xizmatlar. Pensionerlar uchun davlat tibbiyot muassasalarida ayrim xizmatlar bepul yoki imtiyozli bo'lishi mumkin. Ayniqsa oilaviy poliklinika, skrining, profilaktik ko'rik, ayrim laborator tekshiruvlar, dispanser nazorati, surunkali kasalliklar bo'yicha dori ta'minoti kabi yo'nalishlarda imtiyozlar mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin xususiy klinikaga borsangiz, u yerda davlat imtiyozi avtomatik ishlamaydi. Masalan, pensioner davlat poliklinikasida shifokor ko'rigidan bepul o'tishi mumkin bo'lsa, xususiy klinikadagi mutaxassis ko'rigi uchun 1,7 ming yoki 2,7 ming so'm to'lashiga to'g'ri keladi.
Shuning uchun men tavsiya qilaman. Avval oilaviy shifokorga boring, yo'llanma oling. Qaysi tekshiruv davlat hisobidan, qaysi bir pullik ekanini aniqlang. Shunda ortiqcha xarajatning oldi olinadi. 4-masala transport. Ayrim hududlarda yoki ayrim toifadagi pensionerlar uchun jamoat transportida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu ham hamma joyda bir xil emas. Masalan, bir shaharda pensionerlar ma'lum kunlarda yoki ma'lum yo'nalishlarda bepul yurishi mumkin. Boshqa hududda esa bunday tartib bo'lmasligi mumkin. Ba'zan imtiyoz faqat yoshga doir pensionerga emas, balki urush qatnashchisi, front o'rta mehnatkashi, nogironligi bo'lgan shaxs yoki alohida faxriy unvonga ega fuqaroga beriladi. Shuning uchun qo'shnim bepul yuribdi. Men ham bepul yuraman degan fikr bilan jarima yoki tushunmovchilikka tushib qolmaslik kerak. Har doim mahalliy transport boshqarmasi yoki shahar hokimligi e'lonlarini tekshirish lozim. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli pensioner ota bor. U yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida, uyida gaz va elektr hisoblagich bor. U har oy elektrga 90 ming so'm, gazga mavsumga qarab 1 ming so'mgacha, suvga 3 ming so'm to'laydi. Agar u kam ta'minlangan yoki yolg'iz yashovchi sifatida mahalla orqali ijtimoiy yordamga kiritilgan bo'lsa, ayrim kompensatsiya yoki yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin u hech qayerga murojaat qilmasa, tizim uni avtomatik ko'rmasligi ham mumkin. Natija nima bo'ladi? U har oy cho'ntagidan to'layveradi. Keyin qarzdorlik chiqadi. Pensiyasidan keyingi oy yana bosim ko'payadi. Ikkinchi misol, 63 yoshli ayol pensioner tisasidagi og'riq sabab shifokorga murojaat qiladi. U darhol xususiy klinikaga boradi va rentgen, UZI analizlar uchun jami 600 ming so'm sarflaydi. Aslida u avval oilaviy poliklinikaga borsa, shifokor ko'rigidan o'tib, kerakli yo'llanma olishi, ayrim tekshiruvlarni bepul yoki arzonroq o'tishi mumkin edi. Bu yerda asosiy farq pulda emas, tartibni bilishda. Men pensionerlarga shuni aytaman, og'ir holat bo'lmasa, birinchi qadam har doim oilaviy shifokor bo'lsin. Chunki davlat imtiyozi ko'pincha aynan davlat tizimi orqali yuradi. Uchinchi misol, 70 yoshli pensioner boboga uy-joy hujjati bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'ldi. U davlat xizmatlari markaziga bordi. To'lov chiqarildi. Agar u pensionerlik guvohnomasi yoki pasporti orqali imtiyoz bor yo'qligini so'rasa, operator tizimdan tekshiradi. Ba'zi xizmatlarda umumiy to'lov saqlanadi, ba'zilarda chegirma bo'lishi mumkin. Eng muhimi, xizmat nomi aniq bo'lishi kerak. Chunki hujjat ishi degan umumiy so'z bilan imtiyoz belgilanmaydi. Kadastr ma'lumotnomasi boshqa, arxiv ma'lumotnomasi boshqa, notarial harakat boshqa, sudga murojaat boshqa. Har birining tartibi alohida. 4-misol, nogironligi bo'lgan pensioner dori olishga muhtoj. U dorixonadan har oy 300 ming so'mlik dori sotib oladi. Lekin uning kasalligi dispanser ro'yxatida bo'lsa, ayrim dori vositalari davlat tomonidan ajratilishi mumkin. Buning uchun u oilaviy shifokor, to'r mutaxassis, tibbiy karta va tashxis hujjatlari orqali ro'yxatni aniqlash kerak. Bu jarayon ba'zan vaqt oladi. Lekin bir marta tartibga solinsa, har oy katta xarajat kamayishi mumkin. Eng ko'p e'tibor qilish kerak bo'lganlar yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan oiladagi keksalar, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar, ijara uyda yashayotganlar, kommunal qarzdorligi borlar, surunkali kasalligi sabab doimiy dori oladiganlar, hujjatlarni ko'p rasmiylashtiradiganlar. Chunki aynan shu guruhlar ko'pincha imtiyozlardan foydalana olmay qoladi. Sababi ular yoki yurishga qiynaladi, yoki internetdan foydalana olmaydi, yoki qaysi eshikni taqillatishni bilmaydi. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar pensionerning barcha kommunal to'lovlari o'z vaqtida to'lanayotgan bo'lsa, tibbiy xizmatlarni davlat poliklinikasi orqali olayotgan bo'lsa, mahalla uning holatidan xabardor bo'lsa, elektron ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, unda keskin muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir har yili bir marta o'z imtiyozlarini tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki tartiblar o'zgaradi, yangi qarorlar chiqadi. Ayrim yordamlar hududlar bo'yicha farqlanadi. Eng katta nozik jihat shuki, pensioner degan maqomning o'zi hamma xizmatni bepul qilmaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensionerlik bir asos bo'lishi mumkin. Lekin xizmatdan ozod qilish uchun qo'shimcha shartlar talab qilinadi. Masalan, yoshga doir pensioner bo'lish boshqa, nogironligi bo'lgan pensioner bo'lish boshqa, urush yoki
mehnat faxriysi bo'lish boshqa. Ba'zi imtiyozlar faqat bir guruh yoki ikki guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladi. Ba'zilari faqat yolg'iz keksalarga tegishli. Ba'zilari faqat ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalarga beriladi. Yana bir muhim jihat, xususiy xizmatlar. Davlat imtiyozi ko'pincha davlat muassasalarida ishlaydi. Xususiy klinika, xususiy laboratoriya, xususiy transport, xususiy yuridik xizmat, xususiy kadastr vositachisi sizga pensionersiz. Bepul deb xizmat ko'rsatishi shart emas. Agar ular chegirma qilsa, bu ularning ichki siyosati bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy davlat xizmatidan foydalanayotganda boshqa, xususiy xizmatdan foydalanayotganda boshqa tartib amal qiladi. Yana bir tuzoq vositachilar. Ayrim odamlar pensionerlarga men sizga imtiyoz chiqarib beraman, buning uchun oldindan pul bering deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Rasmiy imtiyoz uchun pora, oldindan naqd pul, notanish odamga pasport berish kerak emas. Hamma murojaat mahalla, davlat xizmatlari markazi, tibbiyot muassasasi, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organi yoki my.gov uz orqali amalga oshirilishi kerak. Agar kimdir sizdan hujjatlaringizni menga tashlab keting, pulini bering, o'zim qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Yana bir masala, hujjatdagi xatolik. Pensionerning pasport ma'lumoti, yashash manzili, oilaviy tarkibi, nogironlik muddati, pensiya turi, bank kartasi yoki telefon raqami noto'g'ri bo'lsa, imtiyoz chiqmay qolishi mumkin. Masalan, pensioner aslida yolg'iz yashaydi. Lekin ro'yxatda uyda farzandi ham turibdi. Tizim uni yolg'iz deb ko'rmaydi. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin elektron bazada eski muddat qolgan. Natijada dori yoki xizmat bo'yicha imtiyoz ko'rinmaydi. Shuning uchun hujjatlarni yangilab turish juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner nima qilishi kerak? Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa TMK yoki tegishli tibbiy xulosa, yashash manzili, kommunal shartnomalar, tibbiy karta, bank kartasi ma'lumotlari tayyor bo'lsin. Bu hujjatlar papkada alohida tursa, har safar izlab qiynalmaysiz. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Mahalla sizning ijtimoiy holatingizni birinchi bo'lib ko'radigan joy. Men pensionerman, 2026 yilda qaysi kommunal, ijtimoiy yoki moddiy yordam imtiyozlariga ariza bera olaman deb so'rang. Agar yolg'iz yashasangiz, buni albatta ayting. Agar farzandlaringiz boshqa joyda yashasa, buni ham tushuntiring. Agar dori xarajatingiz ko'p bo'lsa, cheklaringizni, retseptlaringizni ko'rsating. Mahalla sizni ijtimoiy himoya bo'limiga yo'naltirishi yoki ariza shaklini tushuntirish kerak. Uchinchi qadam, davlat xizmatlari markazida har bir xizmat bo'yicha imtiyozni tekshirtiring. Ariza berishdan oldin ushbu xizmat pensionerlar uchun pullikmi yoki imtiyoz bormi deb yozma yoki og'zaki so'rang. Agar to'lov chiqsa, nima uchun chiqqanini aniqlang. Tizim shunday chiqardi degan javob bilan cheklanib qolmang. Xizmat nomi, to'lov miqdori, imtiyoz qo'llanmaslik sababi sizga tushuntirilishi kerak. 4-qadam. Tibbiyot bo'yicha oilaviy shifokoringiz bilan alohida gaplashing. Mening yoshim, kasalligim va pensiya maqomim bo'yicha qaysi tekshiruvlar bepul, qaysi dorilar imtiyozli, qaysi mutaxassisga yo'llanma olishim mumkin deb so'rang. Agar sizda qandli diabet, qon bosimi, yurak kasalligi, astma, onkologik kasallik yoki boshqa surunkali tashxis bo'lsa, bu juda muhim. Chunki bunday holatlarda doimiy nazorat va dori ta'minoti bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. 5-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy kabinetingiz yoki abonent raqamingizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, darhol ariza yozing. Arizada men pensionerman, to'lovlarimni qayta tekshirib berishingizni, mavjud imtiyoz yoki kompensatsiya tartibi bo'lsa tushuntirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani 2 nusxada berish yaxshi. Bir nusxasi tashkilotda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 6-qadam, farzandlar va qarindoshlar yordam berish kerak. Ko'p pensionerlar smartfon ishlatmaydi, my.gov, bank ilovasi yoki SMS xabarnomani tushunmaydi. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman. Ota-onangizning to'lovlarini tekshiring, imtiyozlarni aniqlang, hujjatlarni skaner qilib qo'ying. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga birga boring. 1 soat vaqtingiz ota-onangizga oyga 100 minglab so'm tejab berishi mumkin.
Arizada doim aniq yozing. Menga yordam bering deb umumiy yozmang. Masalan, men yoshga doir pensionerman, yolg'iz yashayman. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz, kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqim bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki men pensionerman, surunkali kasallik bo'yicha doimiy dori qabul qilaman. Davlat tomonidan bepul yoki imtiyozli beriladigan dori vositalari ro'yxatda bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, mas'ul xodim ham aniq javob berishga majbur bo'ladi. Agar sizga og'zaki rad javob berilsa, yozma javob so'rang. Bu juda muhim. Chunki og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma javobda esa nima sababdan imtiyoz berilmagani ko'rsatiladi. Balki sizda bitta hujjat yetishmayotgandir. Balki manzil ma'lumoti noto'g'ridir. Balki siz boshqa toifaga murojaat qilishingiz kerakdir. Yozma javob bo'lsa, xatoni tuzatish osonlashadi. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yilda pensionerlar uchun to'lovlardan ozod bo'lish masalasida eng muhim qoida shuki, har bir imtiyoz aniq xizmat, aniq toifa va aniq hujjatga bog'liq. Davlat xizmatlari, tibbiy yordam, kommunal kompensatsiya, transport yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin ularni avtomatik deb o'ylamaslik kerak. O'z huquqingizni so'rang, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Mahalla davlat xizmatlari markazi, poliklinika va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshiring va qaysi xizmatlar bo'yicha to'lovdan ozod bo'lish mumkinligini aniqlang. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qaysi xizmatlardan bepul yoki imtiyozli foydalanmoqda? Bu ma'lumot boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning cho'ntagida katta pulni saqlab qolishi mumkin.